Mening ismim Amanda Az-Zahra va men 23 yoshdaman. Hamda men Bandudagi Persis nomidagi Qur'on fakultetini stajyor talabasiman. Mening savolim nikoh haqida. Nikoh islomda birodarlik va jamiyatni barpo etishning bir usuli hisoblanadi. Ammo ko'pchilik buni qiladimi? So'nggi paytlarda Indoneziyada nikoh bilan bog'liq ko'plab muammolar mavjud. Mening tengdoshlarimdagi ko'p odamlar bu qiyinchiliklarni hisobga olgan holda turmush qurishdan qo'rqishyapti. Nikoh qo'rqinchli deysizmi? Qo'rqinchli dedim. Biz bu salbiy fikrni qanday o'zgartira olamiz va nikohni yana asl ma'nosiga, islomdagi tinchlik va birlik yo'liga qanday qaytara olamiz? E'tiboringiz uchun rahmat. Singlimiz quyidagi savolni berdilar. Bugungi kunda Indoneziyada ko'p yoshlar turmush qurish qo'rqinchli deb o'ylashadi. Xo'sh, bu muammoni qanday hal qilish mumkin? Bizning sevimli payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam nikoh sizning diningizning yarmini to'ldiradi deganlar. Nikohni diningizning yarmini to'ldiradi deganlar. Shunday qilib, bir birodar menga bir majlisda shunday savol berdi. Demak, unday bo'lsa men 2 marta uylansam dinim to'lgan bo'larkandi. Payg'ambarimiz aytmoqchi bo'lgan narsa, agar siz turmush qursangiz, faqat turmushga chiqish orqali siz ona bo'lishingiz mumkin. Faqat uylanish orqali siz er bo'lishingiz mumkin. Bu islomdagi muhim burchlardir. Siz er bo'lasiz, siz xotin bo'lasiz, siz ota bo'lasiz, siz ona bo'lasiz. Shunday ekan, faqat uylangandagina yoki turmush qurgandagina so'ng siz bu burchlarni bajarish imkoniga ega bo'lasiz. Shuning uchun payg'ambarimiz nikoh sizning diningizni yarmini to'ldiradi deganlar. Shunday qilib, bugungi kunda odamlar nikohdan qo'rqishadi. Chunki talablar juda ko'p. Ko'p odamlar katta mahr so'rashadi. Dabdabali to'y qilishni xohlashadi. Bugungi kunda ayrim odamlar uylanish yoki turmush qurishda katta pul, hadyalar yoki shartlar talab qilishadi. Men bilamanki bu holat jamiyatdagi odamlarning noto'g'ri qarashlari tufayli paydo bo'lgan. Bu odamlarning nikohga bo'lgan noto'g'ri talablari tufayli qo'rqinchli bo'lib qolgan. Suyukli payg'ambarimiz aytganlar, nikohni oson qiling, zinoni esa qiyin qiling. Afsuski bu hozir aksincha bo'lib qolgan. Shunday qilib aytaylik, turmush qurish uchun sizga kamida 100 million rupiya kerak bo'ladi. Aks holda siz turmush qura olmaysiz yoki bizda qanday rupiya borligini bilmayman. Ehtimol sizga turmush qurish uchun milliard kerak bo'ladi. Aks holda siz turmushga chiqa olmaysiz. Lekin zino qilish juda arzon. Siz ozroq pul bilan zinoni sotib olasiz. Shunday qilib payg'ambarimiz aytganlar. Nikohni oson qiling, zinoni esa qiyin qiling deganlar. Payg'ambarimiz aytganlar, odamlar turmush o'rtog'ini tanlayotganda odatda 4 narsaga qarashadi. Har bir inson 4 ta mezonga amal qilish kerak. Birinchidan boyligiga, go'zallikka, naslga va dinga amal qilish kerak. Eng muhimi diniy e'tiqodiga va yaxshi xulq-atvoriga amal qilish kerak. Ayrim odamlar boylikka intiladilar, zodagonlik, nasl-nasablikni izlaydilar, lekin payg'ambarimiz eng muhimi iymon ekanini aytganlar. Shunday qilib, agar siz turmush o'rtog'ingiz dindor ekanligiga qarab turmush qurayotgan bo'lsangiz, nikohingiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Agar boshqa jihatlari haqida o'ylasangiz, men chiroyli qizga uylanmoqchiman desangiz, bu ajoyib, lekin uning go'zalligi qancha davom etadi? Boylik sizni jannatga olib kiradimi? Nasl-nasab sizni jannatga olib kirmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytganlar, eng muhimi bu insonning axloqi va taqvosi. Agar siz turmush qurmoqchi bo'lsangiz, Qur'onni biladigan yaxshi xulqli va fazilatli insonni tanlang. Ana shunday kishi sizga g'amxo'rlik qiladi. Agar u sizni go'zalligingiz uchun uylansa, go'zallik qancha davom etadi? Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam eng muhim narsa bu insonning dini va e'tiqodidir deganlar. Agar Indoneziya jamiyati payg'ambarimizning odatlariga qaytsa, ya'ni turmush o'rtog'ini tanlayotganda dindor insonni izlashni odat qilsa, butun Indoneziya yanada dindor jamiyatga aylanadi. Hozircha jamiyat to'liq islomiy qadriyatlarga qaytmagan bo'lishi mumkin, lekin agar odamlar payg'ambarimizning yo'lidan borsa, dindorlik ortadi, jamiyat axloqan yaxshilanadi va odamlar nikohdan qo'rqmay, uni Allohning ne'mati va tinchlik manbai deb bilishadi. Aslida, Alloh taolo Qur'oni Karimning Rum surasining 33-bobining 21-oyatida Alloh taolo erkak va ayolning qalblari orasiga muhabbat va rahm shafqat joylashtirdi deb aytilgan. Alloh taolo Baqara surasining 2-bobining 18-oyatida Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Buni ma'nosi, ular sizning libosingiz, siz esa ularning libosisiz, ya'ni xotin erining libosi va er esa xotinning libosidir. Agar siz Qur'onni ko'rsatmalariga amal qilsangiz va er xotin ikkovingiz ham islomiy hayot kechirsalaringiz, unda siz uchun bir-biringizsiz yashash juda qiyin bo'ladi. Tushunyapsizmi? Men uchun xotinsiz yashash juda qiyin. Xotinim aslida men bilan birga kelgan edi, lekin o'zini yomon his qilgani uchun Malayziyaga qaytib ketishga majbur bo'ldi. U hozir Jakarta shahrida ma'ruza o'tkazyapti.
Biz ikkalamiz ham diniy da'vatchimiz. Agar er yoki xotin axloqli, mehribon, sadoqatli va dindor bo'lsa, ularning o'rtasida tabiiy ravishda muhabbat va yaqinlik paydo bo'ladi. Hayot. Bu jannatga eltuvchi yo'l, u qo'rqinchli emas. Umid qilamanki savolingizga javob berdim.